Sizga Rossiya davlat hududiga 50 yilga kirish zapreti qo'yilgan bo'lishi mumkin va ko'pchilik bundan faqatgina chegaraga borgandagina xabar topadi. Bunga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan eng jiddiy cheklovlardan biri нежелательность пребывания va bu oddiy zapret emas. Agar Rossiya davlat organlari sizning mamlakat hududida bo'lishingiz aholi salomatligi, jamiyat tinchligi hamda davlat xavfsizligiga jiddiy xavf deb bilsa, ushbu chora sizga nisbatan qo'llanilishi mumkin. Qaror MVD, FSB, Minjust, Rospotrebnadzor va boshqa vakolatli organlar tomonidan qabul qilinadi. Shundan so'ng Rossiyaga kirish taqiqi avtomatik ravishda qo'llaniladi. Taqiq 30, 40, 50 yilga va hattoki muddatsiz bo'lishi ham mumkin. Ammo ko'pchilik deportatsiya, zapret, выдворение hamda нежелательность пребываниeni bir xil narsalar deb o'ylaydi. Aslida esa ular boshqa huquqiy choralardir. Va aynan sizga nisbatan qanday taqiq qo'yilganligini bilish keyingi harakatlaringiz uchun muhim hisoblanadi. Aytgancha, выдворение, zapret, deportatsiya haqidagi ma'lumotlarni profilimizdagi boshqa videolarda joylaganmiz. Agar Rossiyaga kirishda muammoga duch kelayotgan bo'lsangiz yoki sizga aynan qaysi taqiq qo'yilganligini bilmasangiz, vaziyatni vaqtida tekshiring. Bunda esa sizga Najot legal jamoasi huquqiy yordam ko'rsatadi.